Juda ham ko'plab obunachilar, yigitlardan kelib tushgan taklifga binoan bugun begona ayollardan yuqadigan, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar haqida gaplashamiz. Ya'ni bu qanaqa infeksiyalar? Qanday yo'l tutish kerak? Xo'p, yuqsa nima bo'ladi? Nima asorat bo'lishi mumkin? Qanday davolaniladi? Qanaqa tekshiruvlar kerak? Hammasi haqida aynan bugun mana shu videoda to'liq ma'lumot olasizlar. Bugungi kunda, hozirgi kunda jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalarni turlari soni juda ham ko'p. Bularning ichida eng ko'p uchraydiganlari bu gonoreya, trichomoniyaz, xlamidiya, CMV dedi, sitomegaloviruslar, ureoplazma ureolitikum degan turi aynan. Mana shular va oxirgisi zamburug' ko'rinishidagi mikoplazmalar hamda kandidalar. Bular hozirgi kunda eng ko'p shikoyat keltirib chiqaradigan, eng ko'p muammo tug'diradigan, insonni tupikka olib kirib tiqib qo'yadigan desak ham bo'ladi, boshqacha aytganda infeksiyalar hisoblanadi. Bular bo'yicha ketadigan kurash har doim biz va bemorlar o'rtasida juda ham katta muammolarga sabab bo'ladi ba'zida, chunki ko'pchilik o'z boshimchalik bilan davolaydi, ya'ni ko'pchilik ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi mutaxassislarga borib uchrashadi va ular palapartish lecheniya qilishini hisobiga haligi infeksiyani himoyasi kuchayib ketadi va dori ta'sir qilmaydigan darajaga yetib qoladi. Ana shunaqangi holatlar bilan keladi va yana ba'zi birlari davolash noto'g'ri qilingan yoki e'tibor bermay, yashirib, qo'rqqanidan birovga bildirmay yurishga harakat qilib, asoratga olib kelib qo'ygan holatlarni ham kuzatganmiz. Xo'p, boshidan boshlaymiz. Demak, infeksiya begona ayoldan yuqdi, uni inkubatsion davri bor, ya'ni yashirin davri. Hammada har xil 2 kundan boshlab 10 kun, 14 kungacha davom etishi mumkin o'rtacha. Ya'ni bu degani, siz jinsiy aloqa qilgan bo'lsangiz, begona ayollar bilan himoyalanmagan jinsiy aloqadan keyin yuqdi va ma'lum bir vaqt yaxshi yurasiz, to'satdan shikoyatlar boshlanishni boshlaydi. Bu shikoyatlar nima bo'lishi mumkin? Peshob kelishida achishish holati, qichishishlar, har xil qo'shimcha toshmalar kuzatilishi mumkin. Siydik kanal uchidan yiringli oqma, eng ko'p uchraydigani yiringli oqma kelishni boshlaydi. Va ba'zi bir bemorlarda hattoki istimaga sabab bo'ladi. Mana shu bunday shikoyatlar kuzatilayotgan bo'lsa va siz begona ayol bilan yaqinlik qilgan bo'lsangiz, o'sha shubhalanishingiz kerak birinchi navbatda o'sha infeksiyalarga. Bunday holatda albatta urolog, androlog yoki ko'z venerolog shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Mana shu shifokorlar bu kasallikning mutaxassisi hisoblanadi. Ya'ni tushunchasi to'liq bo'ladi. Xo'p, shikoyat boshlandimi? Yuguring. Tezroq, qancha tez lecheniya boshlansa, shuncha yaxshi. Endi bu kasalliklarda o'ziga xos mas'uliyatli tomograflari bor. Birinchi navbatda gigiyenani juda qattiq ushlang. Ya'ni shikoyatlar boshlandimi? Kontakt boshqa insonlarning kiyimlariga aralashtirmaslikka harakat qiling va gigiyenani juda qattiq amal qiling. Kerakli o'sha masalan yiring oqish holati boshlangan bo'lsa, ichki kiyimlarni imkon darajasida tezroq almashtirish kerak. Va xo'p, doktorga bordingiz. Eng to'g'ri ish nima? Hozirgi kundagi begona ayollarni yuquvchi patogen mikrofloralarni eng asosiy aniqlab bera oladigan shirokiy spektr tekshiruv usuli bu andraflor screening deyiladi. Ayollar uchun esa femaflor screening deyiladi. Mana shu tekshiruv sizga to'liq ma'lumot bera oladi. Faqatgina bu tekshiruvda bitta kamchiligi bor. Vaqt talab qiladi javobining chiqishi. Bu holatda ekspress turlar hozir chiqqan, bir kun ichida tekshirib aniqlab bera oladi, lekin bu hamma joyda ham sharoit yo'q buni qilishga. Mana shu andraflor screening tekshiruvi uchun siydik kanaldan mazok olinadi va shuni beriladi. Ana undan keyin mikroskopik yo'l bilan qaysi infeksiya borligini taxminiy baholash, ya'ni o'sha eski metodikalar bor, shular orqali aniqlash mumkin bo'ladi. Shulardan foydalanishimiz mumkin birlamchi bosqichda, toki buni javobi chiqqunigacha. Xo'p, xulosaga ega bo'ldik, ko'rdik, aniqladik va shubhalandik. Mana shundan keyin kerakli dori-darmonlarni buyuramiz. Bu dori-darmonlarda ichishda va ukollar kerakli tavsiyalarni bajarishda mas'uliyat joyi o'z vaqtida bo'lishi kerak. Spirtli ichimliklar, achchiq, sho'r, gazli mahsulotlardan tiyilish kerak to'laqonli va gigiyenani mahkam ushlash kerak. O'rtacha 2 kun, 3 kunda shikoyatlar yengillashadi. Deyarli ko'pchilikda yo'qoladi.
Shikoyatlar yo'qoldimi, bo'ldi, to'xtatib qo'yish kerak emas lecheniyani. Lecheniyani o'zini tartibi bor, ya'ni davolashni o'zini tartiblari bor. Hozirgi kunda mana shu davolash tartiblarining ichida eng bizga muammo tug'diradigan qismi palapartish lecheniya natijasida keladigan bemorlarda dori-darmon yordam bermay qo'yadi, himoya bo'ladi. Bularda lecheniya kombinirованный, ya'ni murakkabroq sxemada ketadi va uzoqroq davom etadi. Ana shunda keyin bu kasallikdan tuzalish mumkin. Xo'p, kasallik tuzalgandan keyin reabilitatsiya vaqti bor. Reabilitatsiya vaqtida ham amal qilinish kerak bo'lgan ishlar bor. Yana bir muhim narsani aytib o'tishim kerak. Hech qachon kasallik vaqtida toki sog'lom bo'lib tuzalganingizga ishonch hosil qilmaguncha jinsiy yaqinlik qilmang. Bu sizdagi kasallikni boshqaga o'tkazishga sabab bo'lishi mumkin. Kasallikni asorati eng muhim va xavfli joylaridan biri hisoblanadi. Qanday kasallikda asoratlar kuzatilishi mumkin? Birinchisi, siydik kanalda torayish. Siydikda bosimi, oqimi pasayib ketadi va buni natijasida struktura deyiladi bu, operatsiya qilishga to'g'ri keladigan jarayonlarga o'tib ketadi. Ikkinchisi, prostata bezida yiringli yoki mayaklardagi yiringli jarayonlar rivojlanishining hisobiga bu kasalliklarni prostatit, arxit deyiladi. Hattoki prostata bezida yoki tuxumlarda olib tashlash operatsiyasiga majbur bo'lishimiz ham mumkin. Yoki o'sha infeksiyalar kelajakda boshqa a'zolarga tarqashi natijasida sepsis degan odamni hayotiga xavf soluvchi muammolarga olib kelishi mumkin. Keyingisi esa urug' yo'llarida, ayniqsa xlamidiyada ko'rishimiz mumkin. Urug' yo'llarida torayish keltirib chiqishining hisobiga urug' tashqariga chiqa olmaydi. Ya'ni bu urug' ko'rsatkichlari 0. Bepushtlikka sabab bo'ladi. Buni davosi esa faqat eko yo'li bilan farzandli bo'lish imkonini beradi xolos. Ba'zi bir turlarida, ba'zi bir holatlarda urug' yo'llarini tiklash imkoni bor, lekin u ham garantiyali narsa emas. Ya'ni garantiyalik operatsiya jarayoni emas. Xo'p, endi begona ayollardan yuqtirgan infeksiyangizni ayolingizga yuqtirib qo'yishingiz mumkin bilmagan holatda. Unda nima qilish kerak? Ayol hamda erkak parallel davo choralarini olib boradi tekshiruvlardan so'ng. Agar bu narsa to'g'ri bajarilmasa, kelajakda ayolingiz homiladorlik davrida homilani rivojlanmay qolishi yoki nuqsonli rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Oddiy kichkinagina bitta qilgan e'tiborsiz xatoyingiz qancha katta muammolarga sabab bo'lyapti. Shuning uchun bunday holatda to'g'ri davo chorasi va eng muhimi o'z vaqtida shifokorga murojaat qilish masalasi ko'riladi. Agarda kimda shu kuzatayotganlarning ichida kimdadir bu muammo bo'yicha qandaydir yechimini topa olmayotgan holatlar bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, ular orqali kerakli savollarni berib murojaat qilishingiz mumkin yoki agar uyalmasanglar kommentariy orqali yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha.